Hammaga salom jigarlar. Bunaqa narxda uchastka ko'rmagansizlar. Jizzax viloyati Do'stlik shahrida qurib bitkazilgan yangi yaqinda remontdan chiqqan 3 sotixga qurilgan mana shu uchastkamiz sotilyapti. Narxini videoning oxirida aytaman. Ko'rishingiz mumkin, hovlimizga kirib kelish darvoza qismimiz bemalol 2-3 ta mashina sig'dirsanglar bo'ladi. Hozirlarni ichkari bilan tanishtiraman. Ichkari uyimiz kirib kelish qo'l qismi, kirib kelish o'ngda oshxonamiz joylashgan. Mana ko'rishingiz mumkin, oshxonamiz zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan, gaz ta'minot sharoitida bor. Eng asosiy nuqtasi bu uyimizning isitish tizimi. Isitish tizimi germanskiy duh kontrol bilan jihozlangan zamonaviy sifatli mahsulot. Kiraverish chap qo'limizda mehmonxonamiz joylashgan. Mehmonxonamizda juda keng ishlangan yangi zamonaviy remontlar bilan tayyor holatda. Endigi qismimiz ikkinchi etajdan bilan tanishlaman. Ikkinchi etajga chiqib ketamiz. Oynaga alohida baho berib qo'yasizlar, qaranglar, chiroyligini. Bu ikkinchi etajimizning koridor qismi, sizlarni bitta xonalar bilan tanishtirib o'taman. Ikkinchi qavatdagi xonamiz bolalar xonasi hisoblanadi, ko'rishingiz mumkin, keyingi yosh bolalar uchun. Bundan keyingi xonamizni tanishtirib o'taman. Bundan keyingi xonamiz ham bolalar uchun, xohlasangiz mehmonlar uchun xona sifatida ishlatishingiz mumkin, juda ham chiroyli ishlangan. Bundan keyingi xonamiz bu ota-onalar uchun yotoqxona, ya'ni spalni. Juda keng, ishlan, remontlarga alohida e'tibor berasizlar. Bundan keyingi xonamiz ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan mehmonxonamiz. Remontga alohida gap yo'q, o'zim ham juda yoqdi. Keyingiga qaranglar, bemalol bag'riga 20 kishini sig'dirsangiz bo'ladi kamida. Stol stullar qo'yib juda chiroyli desanglar, dekoratsiyaga alohida gap yo'q. Bundan keyin asosiy joyni ko'rsatamiz, sizlarga yuringlar. Asosiy nuqtamiz bu. Ko'rib turganingizdek, sanuzel, ya'ni ikkinchi qavatdagi yuvinish joyi. Ko'rib turganingizdek hamma sharoitlar mavjud. Ko'rishingiz mumkin, uyimizning old pastki qismi, bu tarafimizda zeleniy zona, daraxtlar, gullar ekish uchun maydon qoldirilgan. Bundan tashqari 3 sotixga qurilgan bu uchastkamiz arzon narxlarda berilyapti. Yonidagi qarorga holatdagi uyimiz ham sotuvda. Ularda to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Srojniga arzon narxda kelishtirib beradi. Bemalol savdolashib olishingiz mumkin.